Onajonim, ertaga tug'ilgan kuningiz ekan. Bir ertaga farzandlaringizni yig'maylikmi? Paytda bir jigar bo'lib bir to'planib o'tirmaylikmi-ki-na? Yoshlik davrlarimizni eslab, bunga qanaqa qaraysiz? Bolajonim, to'g'ri o'ylabsan. O'zi men ham o'ylab turdim buni. Akalaringni, opalaringni bir yig'ib, bir o'tirib, maslahatlashib, bir sizlarga yangilik maslahatlarim bordi. To'g'ri fikrlabsan o'g'lim bu narsani. Bo'ldi onaginam, bo'lmasa bir katta akamga xabar berib qo'ying. Assalomu alaykum aka. Aka, ertaga onaxon tug'ilgan kuni, esingizda bor-a? Qolganlarga ham o'zingiz bir xabar berib qo'ying. Xo'p aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. O'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Onaginam yaxshimisiz? O'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Kelish bolalarim, o'tirish. Onaginam yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Siz oldingizga ham kela olmayapmiz, ishlar bilan bo'ldi. Ha, bolalarim, men yaxshiman. Oxirgi paytda sizlarni tez-tez sog'inadigan bo'lib qolyapman. Opang ko'rinmadi? Ha, onaginam kelagan opamni uyga o'tdim. Hozirgina ishi bor ekan. Kelib qoldi menimcha o'zi ham. Sizlar akalar, keldinglarmi? Charchamay. Shunaqa qilib chaqirmasak kelmaysizlar ekanda, aka. Oqibat shu bo'ldimi? Endi uyga akam boradi-da, yo'qlab o'tmasin. Biz kelamizmi deya oldinga. Onaxon tug'ilgan kunini ham ko'p barbod qilmang, o'tirib. Va alaykum assalom. Ke qizim, keldingmi? Ke o'tir. Onajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan ochkisiz yosharib ketibsizmi? Sizlarni kelishinglarga yosh ko'rinaman dedim. Ochkisiz ko'zim to'layapti. Bolalar, dasturxonga qaranglar bo'lmasa. Qudratullo esingdami? Onajonim, osh tayyor bo'libdi. Salom. Bolam oshni qo'yibdi. Sizlarga yangiligim bor dedim-ku. Tortmada aytaylik to'g'ri. Onajon, bu qanaqa hujjat? Bu uyning hujjati. Buni men ukangning nomiga o'tkazib bermoqchiman. Sizlarda hamma yo'g'inglar bor. To'xtang onaginam. Meni addani chiqarib yuborgan bo'lsangiz, bitmagan uyga. Shuncha qiylanib uyni bitkizdim. Nimagina tayyor uy ukamga qoladi. Uka, to'g'ri aytasan sen. Aya, ajoyibsiz. Sizni boshqa bolalaringiz ham bor. Bu uyni bitta o'zingiz qilmagansiz. Dadamdan qolgan, bizni ham haqqimiz bor, to'g'rimi? Gapir sen ham. Ona, opam ham to'g'ri aytayapti, ukam ham to'g'ri aytayapti. Bu uyda hammamiz haqqimiz bor. Bitta tilloni o'ziga qolmaydi. Bersiz, hammaga teng bering. Hozirda uy joy talashyapsizlarmi? Sizlarda hamma yo'g'ing o'zlaringga yetaylik. 4 ta non ko'tarib mendan xabar olishib qo'ydingmi sizlar? Shu ukang tillo meni boqyapti. Hamma yo'g'imdan bu xabar olyapti. Sizlar nima qilishib qo'yding? Onam to'g'ri gapiryapti. Onani 1 oy doktordan olib yotdim. Qaysi biringlar kelib hol-ahvol so'rab qo'ydinglar? Sizlarda vijdon bormi? Yana kelib uy talashasizlar? Ha, oning bo'lgandan keyin qaraysan-da, buncha og'zingni to'ldirib qaradim deysan. Ha, biz ham qaraganmiz. Kelib ketib turibmiz, to'g'rimi? Uyda qolganingdan keyin qaraysan-da. Opa, yoshingiz katta bo'lib, gapirayotgan gapingizni qarang. Qo'ying-ey opa, tan bermadim. Opamga qilayotgan muomalangni qara. Onamni 1 oy sanatoriyada yotqizib, garillayapsanmi? Dadamni yotqizgan mahallada sen kichkina bola eding. Sen vobshim gapirma. Ona, uyda hammaga teng bo'lib berasiz. Voy, bo'ldi. Gapirishma. Men sizlarni bu darajada deb o'ylamabman. Sizlarga qanaqa tarbiya berganman men axir. Men sizlarni bitta uyga joyda deb bu darajaga kelishasan deb o'ylamagan edim. Bo'ldi onaginam, yig'lamang. Bu ko'z yoshlaringizga bu farzandlaringiz arzimaydi. Men akalaringni bu niyatda boqmagan edim o'g'lim. Men bularga qanday tarbiya beribman? Men bu akalaringni bu uy joy talashadi deb o'ylamagan edim bunchalik. Bo'ldi ona, hali menga keraksiz, yig'lamang. Aka, mana mashinani kaliti. Sotib pulini bo'lishib olinglar. Onamga o'zim qarab olaman. Mashinani sotib pulini bo'lishib olinglar. Qaytib bu xonadonga qadamizni qilmanglar. Ona, baxtimga sog' bo'ling. Hali bular pushaymon bo'ladi, jonim onam.
rayhonim mening